Bugun bizning ekspeditorlar bilan bo'lib o'tgan yig'ilishimizda avtoshkoladagi bir formula esimga kelib tushib, ularga shu narsani aytib berdim. Уважаемые коллеги, сегодня я хочу с вами поговорить о важности сосредоточения на дороге и управления временем, воспользуясь концепцией квадранта. Bugungi kunda avtomobil boshqarishimizda telefonda chalg'ishimiz juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun o'sha avtoshkoladagi formulamiz qanaqa edi, buni ko'pchilik biladi. Agar siz avtomobilda 70 tezlikda boshqaradigan bo'lsangiz, 5 sekundga, yana bir tomonga qarab to'g'riga qaraguncha 5 sekundda 70 tezlikda 100 metrgacha bo'lgan masofani nazoratsiz boshqarilar ekan avtomobil. Endi 90-100 tezlikda undan ham ko'proq. Xudo ko'rsatmasin, u 3 metr ham ko'p narsani hal qiladi. Первый квадрант – это важное и срочное. Второй квадрант – важное, не срочное. Bu kvadrant formulasi ham 4 ga bo'linadi. Birinchi qismida muhim va zarur formulasi joylashadi. U masalan avtomobil boshqarishimizda hushyorlik muhim va zarur. Ikkinchi kvadrantida esa muhim ammo zarur emas. Avtomobil boshqaruvi vaqtida bizga kelgan qo'ng'iroq muhim bo'ladi, ammo uni ko'tarishimiz zarur emas.